Ibratli dunyo. Tafakkur qiling, fikr qiling, har bir narsani yechimini topasiz. Film real voqealar asosida suratga olingan. Tashlab qo'yardik. Nimani tashlab qo'yasan? Tashlamasdik-da. O'zi biladi. Ha. Gullatib. Do'konni qara. Odam to'la. Manigida bitta, ikkita zo'rg'a kiradi. Ishlashni bilish kerak-da. Kamron ishlashni bilish kerak. To'g'ri aytasan. Gapirma. Omadi chopganda supurishni arini iniga o'xshaydi do'kon. Gapirma. Oyiga xorijga borib mol olib kelyapti. Mashinalarni, uylarni aytmaysanmi? Alishtirib tashlayapti. Shunaqa. Qo'ygan videolarni ko'rdingizmi? Nima bu klip вообще? Aytma o'rtoq, ko'rdim. Xotin kishi ham unaqa video olmasa kerak. Gapirmay, bizning mentalitetga umuman to'g'ri kelmaydi bu narsalar. Assalomu alaykum. Nima bu o'tirish? Yaxshimisiz? Yaxshi Yaxshi. keldingizmi? Nima ish qilmasdan o'tiribsan? Voy, endi dam olgani o'tirdik-ku. Qanday dam olasan? Ishni kim qiladi? Masalan, dam olishingga pul to'ladimi? Ayyo, endi o'tirdik-da, hozir yana turib qilamiz. Lekin men uni o'yla. O'shanda pul olgandim-da bundan. Do'konim ko'targani. Hali ham so'ramaydi, esdan chiqib ketgan. Menimcha puli ko'p-da mana. Yo'q-e. Qancha pul ishlasa ham qaynab chiqaveradi. Tavba-ey. Shu Boburdan qarz so'rasam, berarmikan-a? Nimaga bermaydi? Albatta beradi. Shu paytgacha bergan, bundan buyog'iga ham beraveradi. Chunki puli ko'p-da mana. Beradi, ha? Ha. Turishini qara mana. Bobur bob. Xuddi xo'jayin o'zicha. Qo'lini beliga qo'yib. Qani dam ol. Mana bitta chang bo'lib yotibdi. Ayyo, hozir Chang turishiga men oylik to'layman senga? Ayyo, endi o'tirdik-da, hozir yana turib qilamiz. Hamma oyligingni halollab ol. Ishingni qil, tur, nima o'tiribsan ko'zimga qarab? Ishlashni biladi-da, ishlashni biladi. Al ko'rsataman unga. Ishlash. Shunaqalarga omad kelib qolganda bir rahmolik. Eshitib qolmasin tag'in. Sekinroq gapir. Baqir. Qizlariga baqir. Qochib ketmasin. Buyruq berishlarini chimudi. Yana betimga qarab kulib o'tiribsan. Tur o'rningdan hali ham ish qil. Kiyot. Ha, do'stim. Kel. Bilmayman bular nima qilish kerak. Mayli, ana uni qo'y. Ketdik. Kecha joyga boramiz klubga. Bobur xo'p desang, senda bir iltimosim bor. Gapir Zokir. Dadamning mazalari yo'q. Operatsiyalariga ozgina pul yetmay turibdi. Yo'q, Shunga yordaming kerak. og'ayni puldan muammo yo'q. Qancha kerak bo'lsa ayt, pulni beraman. Xo'p, xavotir olma. Dading, mana dadam. Shani dadam. Xavotir olma. O'tirishdan xavotir olmasa ham bo'laveradi o'zi. Hoppa. Voy.
Oyi. Voy, assalomu alaykum onajon. Alaykum Tinchlikmi? Yaxshimisan? Tuzukmisan? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Nima his qilib o'tiribsiz? Bobirjonman. Xavotir o'tiribman. Voy, onajon. Siqilmang, onajon. Yana shu Bobirmi? Shu Bobiringiz jonga tegdi. Uylantiring deb 100 marta aytdim. Uylantirib qutulasiz, onajon. Yo'q, mayli. Men haligi Bobirjonning o'rtoqlaridan xavotirdaman. O'rtoqlaridan endi uylantirmasdan iloji yo'q. Mana shunaqa yuraveradi. Mayga qarang. O'zingizni siqib nima qilasiz? Perjivat qiladigan ana onasi bor. Nima siz o'ylaysiz? Siz bizga keraksiz, onajon. Sizni sog'lig'ingiz bizga kerak, siqilmang. Bonajonim, shunday deysan-da. Bu men axir siqilaman-da. Siqilmang, onajon. O'zim olib ketaman sizni. Anikaga borasiz. Bunga nechta qizlarni ko'rsatdim. Unisi yoqmadi, bunisi yoqmadi. Axir ammasiman. Onajon, sizni sog'lig'ingiz bizga kerak. Unga kerak bo'lmasa, menga keraksiz. O'zingizni o'ylang. Rahmat bonajonim. O'rganib ketay buni. Mehribonimdan o'zim o'rganib. Voy, kimdir keldi ana. Ha, Shu daydi o'g'lingiz keldi. keldimi? Navarangiz keldi ana. Yura qoling, siqilmang. Yurchi. Bolam. Ana, keldi. Keldingmi bolam? Assalomu alaykum. Sekin. Yaxshimisiz, buvijon? Ha, qayerda yuribsan? Oh, ammajon. Krasavitsa. Ahvolingni qara. Yaxshimisiz? Nima bu yurish? Ichganmisan? Yo'q, ichganim yo'q. Ichmadim. Menga qara. Mani onamning sog'lig'i kerak menga. Qachongacha sani deb siqilib yurishlari kerak. Kasal qilding mani onamni. O'tma bitga. Yur bolam. U desa, u joyga borsa. Yur bolam. Yura qol. U joyga. Alkash. Voy Qayerda bolam. yuribsan man? Jonim mani. Menga qara qizim. Bu ichganmi? Voy, ichganmi mana? Voy voy, Bitta sasib ketibsan. Sekinroq gapir. Yur. Adang eshitib qoladi. Sekinroq gapir. Hammasi okey bo'ladi. Bo'ldi. Qayerda yuribsan? Bu Ozgina tog'da ahvolingni qara. Ahvolini qarang. Sani deb mani onam siqilib yuribdi. Dadasi o'g'lingizni mana ertalab kelgandan beri qotib uxlab yotibdi. Hozir birpas turib uyqudan turadi, yana sekingina darvozadan hech kimga bildirmasdan yana ko'chaga chiqib ketadi. Bu ahvoldachi o'g'limizdan ajrab qolamiz. Tarbiyasi juda yomon bo'lib ketyapti. Agar hozir tursa, yaxshilab bir tanobini tortib qo'ying ota sifatida. To'g'ri aytasan. Hozir chiqsin, gaplashib qo'yaman. Ana, o'g'lingiz ketyapti. Chaqiring. Bobir, bu yoqqa kelgin. Ke bolam, senda maslahatli ishimiz bor. Va alaykum assalom. Bolajonim, o'sha o'rtoqlaring hech ham menga yoqmayapti. Shu ikkala o'rtog'ing seni pullaring uchun yoningda yurishibdi.
Ona har kun kelaman uyga. O'rtog'ing, ketsam o'rtog'ing. Nima xohlaysiz o'rtoqlarimni? Ayting. Nima? Ada. Onamga gapiring, nimadir deng. O'g'lim. O'g'lim. Onang to'g'ri aytyapti. Endi ota-ona hech qachon farzandi uchun yomonlik tilamaydi. Hozir puling ko'p ekan, mayli. Hammaga nimaga yordam kerak bo'lsa, qo'lingdan kelgancha yordam berasan. Mayli, buni ham chegarasi bor, o'g'lim. Ona, bo'ldi. Pul kerakmi sizga? Yo'q, pul kerak. bo'lsa ayting. Boshqa masalasiga aralashmang. Bu nima deganing? Gapirmang yoki nimadir demang. Onang to'g'ri gapiryapti. Ota-ona hech qachon farzandiga yomonlik tilamaydi. Bo'ldi, dada, bilaman. O'g'lim, boshingga nima qildi? Shilvoganmisan? Yo bolalar bilan urushdingmi? Tog'da bo'ldi, ona. Ko'rmadim, narsaga urdim. Ha, ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? Ha, qarabman. O'g'lim, endi bundan keyinchi o'rtoqlaring bilan dachama-dacha yurishlarni yig'ishtirgin. Endi katta yigit bo'lib qolding. Anyoda ikkita opang bor, jiyanlaring bor. Ulardan ham borib xabar olish kerak. Jigarlar shunaqada bilinadi, bolam. Endi yoshing yetib qoldi. Endi o'ylanishni o'ylash kerak, o'g'lim. Xo'p. Bizni ham nevaralik bo'lgimiz keladi, kelin qilgimiz keladi, o'g'lim. Shu narsani o'ylab ko'ring, xo'pmi? Xo'p, dedi. Qayerga borasan hozir? Yana o'rtoqlaring oldigami? Seni ham ikkita anta opang bor, jigarlaring, jiyanlaring bor. Borib ko'rib kelsang bo'lmaydimi, o'g'lim? O'rtoqlarim bilan ishim bor. 1-2 kunda ishim tugab, vaqtim bo'lsa o'tib ko'rib kelaman. Maylimi ona? Xo'p. Dada, gapingiz qolmadimi? Ketishim mumkinmi? Chiqib ketishim kerak. Ishga kech qolyapman, dada. Bo'ldi, keyin gaplashaylik. Xo'p, yaxshilab o'ylab ko'rgin oying gaplarini, xo'pmi? Xo'p, xo'p bo'ladi. Mayli. Mayli, yaxshi Qani, o'tdi. qani omin. Mayli, yaxshi borib kelsin. Alloh akbar. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zing qanaqasan? Yaxshimisan? Yashirsan, charchamasdan? Tinchmisiz? Qanaqa kenayim yaxshimilar? Akam yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Ha. Qaysi shamol uchirdi? Menga qara, yana ichib yuribsanmi? Yo'q, hammajon. Yaxshi hammasi. Menga qara, qachongacha shunaqa yurasan? Of. Hammajon, yaxshi yuribman. Ishlayapman, pul topyapman. Hammasini o'z joyiga qo'yyapman, o'rniga. Onamni o'ylasang bo'lmaydimi? Akamni, kenayimni o'ylamaysan, mayli. Mani onamni o'ylagin. Onamni sog'lig'i men uchun kerak. Xo'p, bo'ladi. Bilasanmi shuni? Xo'p, bo'ladi, hammajon. Bo'ldi, siqilmang. Hech narsani o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi, ammo zo'r hammasi. Men siqilmay kim siqilsin? To'g'ri. Xo'p. Xo'p deb o'zingni bilganingdan qolmaysan. Bo'ldi-da, endi yetar shuncha. Kayf safo qilib, ana qalang'i qasang'i o'rtoqlaringga qo'shilib yurganing. Xo'p, ammajon. O'zimni ammajonim mani, voy go'zalim. Ammajonim mani. Keling, bitta o'pay sizni. Ammajonim. Menga Uyga keldiz, kirasizmi uyga? Ha, menga qara. Xo'p, Yoningda puling bormi? albatta. Siz uchun topiladi har doim pul. Qancha? Men salonga borishim kerak. Yani butikda zo'r ko'ynak ko'rdim-da. Shu pochchangga aytsam hech vaqti yo'q, ishdan bo'shamayman. Yo'q? Hazillashdim, ammajon. Jiyanim, mashallah. Ishlating. Bilasan-a? Men
Seni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi Bilasan? ko'raman. Mazza bo'pti lekin. Azoka nima deysan? Bunaqangi maza bo'ldi lekin. Lekin o'rtoq, sen rolda sani ichmagin bo'ldi. Yetadi. Mana shuncha payt ichib o'zim haydab ketgan. Hatto ko'plik qiladi bu. Mayli o'zinglar bilasizlar lekin sen roldasan lekin buni o'ylagin. Shuncha payt o'zim minib ketganman. Qo'rqma, do'stligimiz uchun oldik. Do'sti uchunmi? Ha. Davay. Muzeyligini qara mana. Do'stim boshing qilaman. Xudoyim, nima qilamiz? Ertalabgacha mijja qoqmadim dadasi. Ha telefonni ham ko'tarmayapti o'g'lingiz. Abi, telefon qildingmi? Telefon qil. Qilib yotibman. Ertalabgacha qildim. Shu o'rtoqlari nobob shu o'g'lingizni necha marotaba aytdim sizga. Ha qattiqroq turing shu o'g'lingizga deb. Shu o'g'ling juda bir bebosh bo'lib ketyapti-da. 4 so'm topdim deb bosar tusarini bilmay qolgan. Yonidagi O'rtoqlari yaxshi emas-da. yonidagi o'rtoqlarini necha marta aytdim. Shu o'rtoqlaring bilan do'st bo'lmagin deb. Siz ham bundoq qattiq turmadingiz. Gapiraman, maslahat bersam, maslahat bermay undan ko'ra sizga nech pul kerak deb aytadi. Shu ikkita qizdan keyin shu o'g'ilni yomon taltaytirib yubordik-da. Xudo ish qilib tinchlik bo'lsa, nima bo'lganda ham tinchlik bo'lsa, hozir yana bir marta qilib ko'ring. Nima deydi? Nima dedi? Ketgan ekanmi? To'qqa ketgan ekan dachaga. Uxlab qolishibdi. Mana hozir yo'lga tushdik deydi. Shu o'g'ling bilan alohida bir gaplashmasam bo'lmaydi. Qattiqroq gaplashmasak bo'lmaydi endi o'rtoq. Haqiqatda shunaqa qiling. 1-2 soatda kelib qolamiz dedi, yo'lga tushibdi. Asosiysi yaxshi ekan, sog'lig'i joyida ekan. Lekin adasi bu ketishda yaxshilikka olib kelmaydi o'g'lingiz bu yurishi. Kelganda yaxshilab tushuntirib, bir qattiqroq qo'l bo'ling, erkalatmang. Albatta, endi boshqacha gaplashmasa bo'lmaydi endi o'rtoq. O'g'ling bilan. Mayli, kelishiga bitta suyuqqina sho'rva solib qo'yib bo'lmasa. Ha, shunday qilib. Mayli. To'g'ri aytyapti. Shu o'g'limni o'rtoqlardan ajratib olishim kerak. Qanday qilib bo'lsa ham ajratib olishim kerak. Qo'y o'rtoq ichamiz bugun, ha? Lekin sen roldasan, o'rtoq, shuni bilasanmi? Qo'rqma, shuncha payt minib ketganman uchun. Lekin nima do'stim? Lekin seni o'ylayapman. Voy. Ko'p ichaversan, do'stim. Roldasan sen, buni o'yla. Bo'lmasam bo'pti. Do'stlik uchun ichamiz. Qani? Oldi. Lekin Bojaga boramiz. boramiz, lekin ishlarni bor, просто ko'p narsa buyurardik do'stim. Bobur, buni ham o'ylagin sen. Mana shuncha yersan, bundan. Habda bu yerda o'tir.
to'g'risi zoki Puldan. Shundan berib yuborasan. bo'ldi Shundan berib yubor. do'stim pul menda bo'ladi o'zim beraman do'stim Mazaqsi qilaylik oxirida. bundan keyin zo'r joyga boramiz o'tirishdan xavotir olmasa ham bo'lardi unda hopla do'stligimiz uchun Zokir pulni esdan chiqarib olsa bo'ldi faqat biz uchun faqat esdan chiqarib olsa odam chaqiraymi Yo'q, shart emas. Cho'tka. Cho'tka. aniqmi cho'tka o'xshab turibdi cho'tkaligi Ko'p ichib oldim shekilli. sal ko'proq ishlang do'stim Sal ko'p. o'tirish yaxshi bo'ldi lekin Zo'r bo'ldi. qo'y ketma man odam chaqirib beraman Yo'q, o'zim ketaman. Shuncha payt ketganman. Amron to'g'ri aytyapti. Qo'ylaring. O'zim ketib uyga o'zim borishim kelyapti. qo'y Kim? Yo'q. unaqa qilma Muzika eshitib. oilangni o'ylasangchi Qo'ylaring shuncha payt o'zim minib ketganman deyapman. Abi. 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 hozir qo'sh Tashlab qo'yamiz lekin. Yo'q. odam chaqiring bobur unaqa qilma bobur qo'y Bobur. Tashlab qo'yardik. nimani tashlab qo'yasan Tashlamasdik-da. o'zi biladi Ha. bo'ldi o'zingiz bo'lsang kelin hammasi yaxshi bo'ladi hammasi yaxshi bo'ladi o'g'lim gapni chaqiring doktor kelsin hozir keladi bo'ldi to'xtab turgin bo'ling gaplashishga chiqishsin xabar berishsin hozir bo'ladi bo'ldi kelin o'zingiz bo'lsin hammasi yaxshi bo'ladi hammasi yaxshi bo'ladi Allohdan so'rashimiz kerak iltimos tanasi harakat qiling bitta o'g'limlarni qozon olib qo'yaman hammasi yaxshi bo'ladi voy nima Amalni nima qilamiz? hozir chiqadi xudo xohlasa tez chiqishsin faqat yaxshi gap bilan chiqadi bolam o'zi yasirib olyapti iltimos yaxshi bo'ladi hoyjonisi o'zing bos hammasi yaxshi bo'ladi yaxshilik yaxshi narsa o'ylagin yaxshi chaqiring bundoq voy xudoyim o'zingni ehtiyot qilgin hammasi yaxshi oyijon xavotir olmang hammasi yaxshi bo'ladi hammasi yaxshi bo'ladi bolalarimiz qarashadi aytganing kelsin o'g'lim aytganing albatta kelsin yaxshi bo'ladi o'g'limiz yaxshi bo'ladi ishoninglar Chidolmayman, ish qilib tuzalib ketsin. Kelib mani o'g'limga shunaqa palakat uchraydimi? Xudoyim. oyijonisi Ay, xudo. bo'ldi oyijonisi Bolajonim. Bo'ldi bolajonim. Kasal bo'lib qolasiz bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Bolajonim, o'rgilib ketay bolam. Bolam, aylan. bo'ldi qilinglar yaxshi bo'ladi hammasi Bo'ldi, o'g'lim. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Turing.
doktor voy tez bo'ling chaqiring doktorlarni voy doktor nima gap o'g'lim yaxshimi To'xtab tur, doktor gapirsin, to'xtab tur. O'zingni bos. O'zingni bos. Bemorni ahvoli og'ir. Hamma narsaga tayyor turish kerak. To'xtab tur. Nahotki bolamiz asrab qolish iloji bo'lmasa. Iloji bor, omadinglar bor ekan, bizada chet eldan mutaxassis kelganlar. Hozir o'zlari qisqacha shu haqida gapirib beradilar. لا تقلقوا لقد رأيت الأشعة وجميع التحاليل وإن شاء الله ابنكم هيعيش بخير وإن شاء الله خلاص شفت كل التحاليل والأشعات ابنكم إن شاء الله هيعيش هي العملية بس محتاجة وقت إن شاء الله وأنا معايا فريق متخصص من الدكاترة على أعلى محترفين جدا في العمليات. Aytibdilarki, xavotir olishga o'rin yo'q. O'g'lingizni ko'ribdilar, laboratoriya diagnostikalarni o'tkazibdilar. Xudo xolasa operatsiya qilib, eson omon qaytarib berishga harakat qiladilar. ilohim tuzalib ketsin ish qilib hammasi yaxshi bo'lar ekan bolam Albatta, hammasi yaxshi bo'lar ekan ish qilib yaxshi bo'lib ketsin doktor yaxshilab qarang dunyo turguncha turing rahmat doktor dunyo turguncha turing rahmat bolam Doktor, bildiğim kecha mazza qilganmiz. Amron, Ha. Boburdan olgan bir pochka dollar pulni nima qilding? Shuni teng bo'lishmaymizmi? Nima qilasan do'stim pulni? Valla esdan chiqarib. Qadrdon do'stmiz-ku. Kamron, Bundan ko'rma, ish. To'g'ri do'stmiz. Lekin hamma narsani ham o'zini joyi bor. Nima kerak bor senga shu pul? kerak. 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 Ana. Aniq kerak. Bermasamchi? Beraman. Bermasang, Ha. aytib beraman Boburga. Aytib berasan. Aytib beraman. Do'stligimizchi. Aytib beraman. Qancha beradi? 50. 50%? Ha. Bera qolmaydi. Yeter. Bo'ladimi? Bo'ladi. Boshqa gap. Ha, yaxshi. И? Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, eshitdim bu narsani, eshitdim. Yomon bo'ldi biz uchun. Bu bizning do'stimiz-ku. Hammasi uchun tayyormiz, shuning uchun. Ha. Pulmi? Hozir pulni sal momodaman-da. Ha, qiyinchilik bo'lib turibdi. Endi to'g'ri tushunasiz bizni. Bo'p qolsa aytamiz. Xo'p, mayli. Kim? Bobur otasi. Necha? Qiyin. Unga ham oz qiyin bo'ldi lekin. Do'konni sotuvga qo'yibdi. Yo'g'i? Pul yetmayapti ekan. O'zday. Pulini jaraq qilib ishlatib, ha? Oilasini qadriga yetmadi mana. Yetmadi. O'zi mendan oshib ketishga urinardi.
boradigan joyi borib oldi. Bo'ldi. O'tda endi qaytishmaydi, bilasan? Hamma joy sinib ketgan ekan. Nogiron. Yura olmaydi. Bo'ldi, mayli, unda o'ylamaylar mana. Pulingni oldingmi? Bo'ldi, ol. Ey Allohim, senga jon kerak bo'lsa, mana meni jonimni ol. Tayyorman. Lekin nevaramni ota-onasidan tortib olmagin. Xudojonim. O'g'lim, kelinim jinni bo'lib, abutirishda jinni bo'lib qoladi-ku. Karami keng yaratgan egam, shu aqlsizgina nevaramga o'zing rahming kelsin. Bilaman, gunoh qilib qo'ydim. O'zing gunohdan kechgin. Shuncha yil o'zingga toat ibodatda bo'ldim. Senga iymon keltirdim. Shu bir kampirni iltijosini o'zing qabul etgin. Allohim, qabul etgin. Allohim, o'zingdan tilayman. Men sizni tushunib turibman, amaki, meni ham tushuning-da, men ilojim yo'q. To'g'risi, bir so'm pulim qolmagan. O'zim qarzga botib yotibman. Tushunib turibman men sizni. Pulim bo'lsa jonim bilan yordam berardim. O'zim qarz olib hammadan qarzlarimni to'lab yotibman. To'g'ri tushuning, meni pulim yo'q. Rahmat tushunganingiz uchun. Xo'p, rahmat, xo'p. Sani o'g'lingga o'xshagan ahmoqmidan pul beray degan? Jinni emasman senlarga pul beray. Ranglaring ham ancha yaxshi bo'lib qopti. Xudo xolasa tez kunlarda olib chiqib ketaman. To'g'rimi dadasi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'rtoqlarim qani? Ko'rinmayapti. Kelmadim. O'rtoqlaring O'rtoqlaring xabar bor o'g'lim. Operatsiyanga pul kerak bo'lgan paytda o'rtoqlaringga borganimda ulardan pul yo'qligini aytishdi. Operatsiyaga pulni qayerdan topdingiz? Uyimizni sotmadingizmi? Sotdim o'g'lim, sotdim. Muhimi sen sog' bo'lsang bo'ldi. o'g'lim, Bu jonim qayerda? bu joning ham jon bolam. Bugün qayerda? Bolam, senga hayajonlanish mumkin emas. Ko'p gapirish ham mumkin emas. Doğrusunu ayting, ko'nglim g'ash. Doğrusunu ayting, buvam qayerda? O'g'lim, bu joning sen avariyaga uchragan kuning Allohdan duo qilib so'rab, nevaramni jonini olguncha meni jonimni olgin deb iltijo qilib, o'sha kuni omonatlarimni topshirdilar bolajonim. Mayli, sen o'ylama. Siqilma bolajonim, senga mumkin emas. Yolg'on deng bu gaplarni, ona. Yolg'on deng. Dada, Shu ham peshonamizda bor ekan bolam. Mayli, siqilma bolajonim, mumkin emas.
deb o'ldi. Yo'q, yo'q. O'lishi mumkin. Buvijon. Bolam. O'zingni bos. Hayajonlanish mumkin emas bolajonim. O'ylama, siqilma jon bolam. Endi oyoqqa turayotgan paytingda siqilma jon bolam. Doktor o'g'lingizga yaxshi qarang, siqilmasin dedi. Ko'p narsani o'ylama. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni qo'lga ol o'g'lim. Bandalik ekan. Bu meni deb o'ldilarmi? Yo'q, yo'q, Men men sabab. unaqa dema bolam. Yomonliklari. Unaqa dema bolajonim. Ko'zim ochildi, lekin atrofimdagi odamlar yo'q. Ko'zim ochildi, buvim yo'q. Taqdir o'g'lim. Mayli, shu ham peshonamizga yozilgan ekan bolajonim. Shunisiga ham shukr qilaylik. Bu joning ham yotgan joylari jannat bo'lsin. Umring uzoq bo'lsin bolajonim. Seni Alloh menga qaytarib berdi bo'ldi. Ko'p siqilma, o'ylama bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tez kunlarda chiqib ketamiz, dadasi. Amaki, bir gap so'rasam maylimi? Xo'sh. Do'stlik faqat puldan iboratmi? Nimaga bunday deyapsan? Shu ikki do'stimni deb ota-onamni, buvijonimni qancha qiynadim. Ishonasizmi? Pul oqib kelardi. Ularni muammosini har doim hal qilardim. Boshimga tashvish tushganida esa hech qaysinisi yo'q. Ha, hayot shunaqa beshafqat. Do'stim deb yurganlaring ham ba'zida orqangdan shunday pichoq sanchadiki, bilmay qolasan. Do'st ham shunchalik 200lamachi bo'ladimi, amaki? Bo'ladi. Men ham senga o'xshab yaqin do'stlarimni hatto dushmanim qilmagan jabrni ko'rdim. Bir kuni bir yaqin hofiz do'stim xizmatdan kelgan mehmondorchilikda meni sharbatimga nimadir qo'shib bergan ekan. Shundan ovozim yo'qoldi. Bormagan doktorim, ichmagan dorim qolmadi. Mana har yili sanatoriyada davolanaman, yotaman. Yana o'sha kasalxona chiqadi. Ovozimni yo'qotdim. Qo'shiq ayta olmay qoldim. Nahotki do'st shunday qilishi mumkin, amaki? Dunyoda haqiqiy do'st topish qiyin ekan. Shu paytgacha izladim. Eng yaqin do'st bilasanmi kim? Ota-onang ekan. Onam bechora meni dardimda kuyib o'lib ketdi. Doktorlar meni nogiron bo'lib qolishi mumkin deyishyapti. Bundan buyog'iga qanday yashayman? Kechalari ota-onamga og'irlik qilmay deb, o'zimni o'zim o'ldirsammikan deb o'ylab qolaman. Xudoyim bergan umrni qisqartirishga hech kimning haqqi yo'q. Umidingni uzma. Hali hayot oldinda. Sen avvalo tuzalishni o'yla. Nogiron bo'lib qolar ekanman deb shipga qarab yotaverma. Ana qo'lingdagilarni yechgandan keyin doktorlar harakat qil, mashqlar qil, oldinga maqsad qo'y. Lekin men biznesda sindim, amaki. Uyim ham yo'q, do'konim ham sotuvga qo'yildi.
Endi nima ish qilaman? Oilamni qanday boqaman? Lekin pulsiz yashashni o'zi bo'ladimi? Ha, aql bilan ish boshlasang, pul yana seni quvib keladi. Menga ishon. Mana men ovozimni yo'qotib, obro'ni ham yo'qotdim. Hech kimga kerak bo'lmay qoldim. Lekin aql bilan aqlimni bir joyga yig'ib bir ish boshladim. Biznes boshladim. İşlerim yurishib ketdi. Hozir do'konlarim, restoranlarim, hatto qurilish kompaniyam bor. Ishingiz o'xshadimi? Albatta. Hozir shaharda 10 ta boy bo'lsa, bittasi menman. Zo'r-ku. Irodangiz kuchli ekanda. Ha, lekin bitta armonim bor. O'g'lim yo'q. Qizlarimni uzatganman. Sen bola menga yoqib qolding. Tuzalganingdan keyin meni yonimga boring. Xo'p. Biznes hamkor bo'lib ishlaymiz. Maylimi? Qiyinchiliklardan cho'chimasang, yana oyoqqa turib ketasan. Hammasi orqada qoladi. Xo'sh. Rozimisan? Roziman. Qo'l tashla bo'lmasa. Oy. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Oğlum, sağ yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Uydagilaringiz yaxshimi? Onam. O'zing yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi oğlum? Tinchmisiz? Dada, shu pulni olib qo'ying. Nega oğlum? Kam ketingizga ishlatasiz. O'g'lim, Pochchamnikida turibsiz. axir o'zingga ham kerak. Shunaqa gaplar zoki. Kimni ko'raman degan? Bobiri. Oyoqqa turib ketgan. Ishonmayapman bori. To'rmuchasi sog'. Yurish-turishini ko'rsang sen. Avval nimaga moshlarini minibdi? Eng oxirgi chiqqan mashina bor-ku. O'shani. Qoyili. Chiqib ketadi. Ko'zimga ishonmayman. Mana, bo'pti, gaplashamiz keyin. Xo'p. Boburjon, hamma aytgan buyurtmalarni bajardingmi? Hammasini Ilhom akam aytgandek qildim. Xorijiy kompaniyalar bilan shartnomalaring nima bo'ldi? Hamma hujjatlar taxt. Imzolab bersangiz bo'ldi. Katta qurilish olganman, o'zim nazorat qilmasam bo'lmaydi. Endi o'shaning uchun meni o'rnimga o'zing xorijga uchasan deb. Xo'p bo'ladi, ustoz. Shartnomalarni imzolaysan. Undan keyin yangi hamkorlarni ham topishga harakat qilgin. Endi bir bo'lgandan keyin ikki quyonni otib kelish kerak. Meni ham niyatim shu. Biznes qoidasi o'zi shunaqa. Xo'p bo'ladi, ustoz. Siz aytgandek qilaman. Barakalla, o'zi sendan umidimiz juda ham katta. O'shaning uchun mana shu qurayotgan mehmonxona senga bermoqchimiz. Birinchi galda uy olishing kerak. Bilasan, kuyovni ham uyda turish juda qiyin narsa.
Mayli, sen xorijdagi ishlarni to'g'rilab kelavergin, bu yog'ini men o'zim hal qilaman. Tushundingmi gaplarimni? Xo'p, bo'ladi. Bo'ladi, Shavkat aka. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xo'p. Charchamang. Mayli. Alo, assalomu alaykum Ilhom aka. Yaxshi, rahmat o'zingizchi. Ha, rahmat. Men shu Dubayga uchib ketayotgandim. Aeroportga keldim hozir. Ha, ishlarimizni hal qilib kelay. Albatta. Men u yoqqa borib sizga aloqaga chiqaman, Ilhom aka. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Xo'p, mayli. Labay o'g'lim. Uni uyda ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryapman. Yoqdimi sizga? Yuzi chiroyli ekan, albatta yoqdi, o'g'lim. Ha, nima deydingmi? Nega bu qahvada deding, o'g'lim? Shu uyni o'zimizga oldim. Rostdanmi? Sotib oling o'g'lim. Albatta. Voy, rahmat. Xursand qilding-ku o'g'lim.